Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Xorazm viloyat arxivi ishi hududiy boshqarmasi va uning tizimidagi davlat arxivlari tomonidan arxiv ishlarini rejalashtirilishi 26-yil 1-chorak va 2-chorak hisobidan rejalashtirilgan ishlar 12 ta rejalashtirilgan ishning barchasi rejaga nisbatan yuqori darajada amalga oshiriladi. Jumladan 885 saqlov birligi shaxsiy tarkib hujjatlari, 590 saqlov birligi shaxsiy tarkib hujjatlarining saqlovga kelishi Xorazm viloyat arxiv ishi hududiy boshqarmasi tizimidagi davlat arxivlarini 26-yil 1,5 yillikda arxiv ishini rivojlantirish bo'yicha 18 ta asosiy ko'rsatkichlari rejasi tasdiqlangan bo'lib, hisobot davrida bu ko'rsatkichlarning barchasi rejaga nisbatan yuqori darajada bajarildi va bugungi kunda davom qildirilmoqda. Xususan davlat arxivlarining saqlovi mavjud hujjatlari 794 ta saqlov birligi alohida qimmatli hujjatlar qabul qilib olindi. 26-yil 1,5 yillikka rejalashtirilgan barcha ishlarimiz bajarilganligini men yana bir karra aytib, shu jumladan bu sohada rejalarning bajarilishida juda katta ishlar amalga oshirilganligi va jumladan Prezidentimiz tomonidan qabul qilingan 228-farmonning bajarilishi yuzasidan juda katta ishlar amalga oshirildi. Jumladan raqamlashtirishga qaratilgan alohida e'tibor bugungi kunda raqamlashtirishning jadal ravishda amalga oshirilishga turtki bo'lmoqda. Shu bilan birgalikda 352-qaror qabul qilindi. Vazirlar Mahkamasining qarorida mana shu biz qilayotgan ishlarning bugungi kunda barcha davlat tashkilotlari amalga oshirilishi ko'zda tutilmoqda va bu tashkilotlar tomonidan bugungi kunda endi qog'ozda emas, balki raqamlashgan arxiv hujjatlarini jamlash va undan foydalanishni yo'lga qo'yish bo'yicha butun shu respublikamiz bo'yicha yagona tizim yaratilganligini yana bir karra aytib o'tishim kerakman. Aytmoqchimanki, bugungi kunda olib borilayotgan ishlarimizning eng asosiysi yuqorida aytganimizdek raqamlashtirish bo'ladigan bo'lsa, bu raqamlashtirish asosida hujjatlar respublikaning bir joyidan amalga oshiriladigan bo'lsa, bundan foydalanish va uni jamlash. Mana shu ishlarni bajarishda biz o'zimiz tomonimizdan davlat arxivlarida maxsus guruhlar tashkil qildik. Ularni kompyuterlar bilan ta'minladik, skanerlar bilan ta'minladik. Xuddi shuningdek Adliya vazirligi tomonidan bizga 8 ta xodimga mablag' ajratilib, bu xodimlar alohida gruppalar bo'lib, gruppalarga arxiv va kompyuter va boshqa raqamlashtirish hujjatlari hammasi joyiga qo'yilganligini men yana bir karra aytmoqchiman. Bu bilan respublika agentligimiz va agentlikda ishlayotgan xodimlarimiz mana shu ishlayotgan xodimlarga juda yaqindan yordam bermoqdalar va bugungi kunda ularning ishlarini to'laqonli amalga oshirishga imkoniyat va sharoitlar yaratib bermoqdalar. Davlat tashkilotida hujjatlarni elektron tizimda shakllantirish va hujjatlar yig'ma jildlarining nomenklaturasi belgilangan tartibda ishlab chiqish, har yili yangilab borilishi, shuningdek belgilangan muddatlarda hujjatlarni davlat arxiviga topshirib borilishi shart etib belgilangan. Shuningdek, barcha tashkilotlar 26-yil 1-noyabrdan operator bilan shartnoma tuzib tizimga ulanishi kerak bo'ladi. Umuman olganda ushbu qaror mamlakatimizning arxiv ishini yuritilishi amaliyotida sifat jihatidan yuqori darajaga ko'tarilayotganligini ko'rsatmoqda. Davlat organlarida hujjatlar aylanmasi to'liq raqamlashtirilishi esa bugungi kunda qog'oz shaklida bajarilayotgan ishlardan kechilib, mana shu raqamlashtirilgan ishlar bilan amalga oshirilmoqda. Bu esa xalqimizga, idora korxona tashkilotlarga, bir-biriga ulangan tizimlarga juda katta yordam beradi degan umiddamiz. Davlat boshqaruv samaradorligini oshirish, hujjatlarni raqamlashtirish, shaffofligini ta'minlash, axborot resurslaridan foydalanishni yengillashtirilishi bizning oldimizga qo'ygan asosiy vazifalardan bitta bo'layotganligini aytmoqchimiz. Davlat organlari va tashkilotlari axborot tizimiga ulanishi uchun O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi adliya organlari va muassasalarida axborot kommunikatsiya tizimlarini rivojlantirish markaziga murojaat qilishlari kerak.
O'ylaymanki, yurtimizdagi, mana shu ayniqsa viloyatimizdagi mavjud bo'lgan barcha tashkilotlar, ayniqsa davlat tashkilotlari bugungi kunda raqamlashtirilgan hujjat yuritilishini amalga oshirayotgan ekan, mana shu raqamlashgan hujjatlar shu harakatga kelgan kuni birinchidan shu arxivga kelib tushadigan qilib, mana shunday rejalashtirib, mana shunday joyiga qo'yatirlar. Bu bilan har xil yo'llarda uzilishlar, bir-biriga bo'lgan xato kamchiliklar, bir-birida bo'lgan hammasi birdaniga o'rtaga chiqadi va bugungi kunda xatolashishga yo'l qo'yilmaydi. Aytmoqchimanki, arxivda olib borilayotgan ishlarning barchasi bugun shu elimizning, yurtimizning barcha tashkilotlariga, elimizda, yurtimizda xizmat qilgan xodimlarning bugungi kunda to'laqonli mana shu o'zining pensiyalarini olishiga, nafaqalarini olishiga juda katta yordam beradi degan umiddaman. Kelajakda ham mana shu ishlarni takomillashtirilgan holda, ayniqsa mana 228-qarorda belgilanganidek, viloyatimiz davlat arxivi hududiy boshqarmasi bugungi kunda mana yangi binoga ega bo'lmoqda, eski binomiz rekonstruksiya qilinmoqda va bu qarordan muhim yangiliklardan biri shu deb bilaman. 26-yil bundan boshlab hamma ishlarni mana joy-joyiga qo'yib harakatga keltirayotganligimiz sababli 27-yilda bundan da yuqori darajada harakat qilib, mutaxassislarimiz o'zlarini bilim va shu tajribalarini oshirgan holda qo'yilayotgan talablarga to'laqonli javob berib ishlashlariga aminman.